Yakkasaroy yoshlari doim faol, bilimli, vatanparvar bo'lib, yurtimiz ravnaqiga munosib hissa qo'shishiga ishonaman. Startup loyihamiz bor. Buyuk Britaniyaning Health Prize proyektiga o'zimiz loyihamizni topshirganmiz. Birinchi bosqichdan уже o'tdik, ikkinchi bosqichga уже javobini kutyapmiz. Bizning taklifimiz shundaki, loyihamizni bitgandan keyin Yakkasaroy rayonida testovoy rejimda o'tkazmoqchilik, ishlatmoqchilik. Shunga qanaqa qaraysiz? Qo'yganingiz uchun rahmat. Startup loyihangiz bo'yicha siz bilan agar xo'p desangiz, alohida gaplashib olsak, keyin xotin-qizlar bo'yicha muammoim bor. Siz nabiyni siz bilan individual shug'ullanadi. Sizniki bo'yicha ham individual shug'ullanamiz, men o'ylaymanki, biroq YouTube'da erishamiz. Hammasini ko'rib chiqamizdan keyin boya aytdim-ku, tuman miqyosida, shahar miqyosida, respublika miqyosida ko'taramiz. Rahmat kattakon. Rahmat. Hozir ko'p yoshlar o'z takliflari bilan chiqishdi. Shu bilan bir qatorda men ham o'z taklifimni berdim. Taklifim, ya'ni savolim shundan iborat ediki, hozirgi kunda Yoshlar ittifoqi tasarrufida Yoshlar telekanali hamda My5 telekanali bor deb eshitganmiz. Mana shu telekanalda bizning institutimizda bo'layotgan ijtimoiy tadbirlar, talabalarni bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida tashkil etilayotgan ijtimoiy faollik tadbirlari, loyihalari davrasida ma'lum bir ko'rsatuv taxlab, shuni efirga uzatish ilojisi bormi degan savol bilan murojaat qildim va menga javoban albatta hech qanaqa muammosiz deb javob berishdi. Bu uchun albatta o'z minnatdorchiligimni bildiraman va shunaqa keng imkoniyatlar ochib berayotgan davlatimiz rahbariga ham tashakkur bildirib qolaman.